Bu voqea ringda katta bahs-munozaralarga sabab bo'lgan edi. Viktor Ortiz raqibini quchoqlab uzr so'rashga urinadi. Lekin aynan shu lahzada Floyd Mayweather Jr. kutilmaganda kuchli zarbalar yo'llaydi. Natijada Ortiz nokautga uchraydi. Hakam esa jangni to'xtatib, g'alabani Floyd Mayweather Jr. ga beradi. Bu qaror ko'pchilikni hayratda qoldirgan. Hatto Mike Tyson ham bu vaziyatdan norozi bo'lgan. Jangning o'ziga kelsak, boshlanishida ustunlik Viktor Ortiz tomonida edi. U juda motivatsiyalangan holda ringga chiqqan, bosim o'tkazgan va ko'proq zarbalar tashlagan. Ammo Floyd Mayweather Jr. tezda moslashdi. U raqibining harakatlarini o'qiy boshladi va ortiqcha ochilishlar uchun jazoladi. Hal qiluvchi burilish 4-raundda yuz berdi. Ortiz hujum paytida bosh bilan zarba berib qo'ydi. Qoidabuzarlikdan keyin u bir necha bor uzr so'radi. Lekin aynan shu qisqa e'tibor yo'qolgan lahzadan Floyd Mayweather Jr. foydalanib, jangni yakunlab qo'ydi. Bu epizod hanuzgacha boks tarixidagi eng bahsli vaziyatlardan biri sifatida eslanadi.